berganingizdan keyin qarzini bermaydigan inson baribir bermas ekan. 4-5 yil oldin bitta odamga televizor bergan edim. $1 pul ham bermasdan shunda olib ketgan edi qarzga, shu bilan yo'q ketgan. U insonni yaqinda ko'rib qolman, qattiq ko'rib qolman, juma vaqtida ko'rib qolman. Bitta safda o'qidik. Allohning mo'jizasini qaranglar, o'sha kuni qor aka qarz to'g'risida tema qilyaptilar. Qarzinglarni beringlar, qarz olib turib o'lib qolmaylar qarzni to'lamasdan, birovni haqqini yeb qo'ymaylar degan tema bo'lyapti. U odam menga qarab qo'yapti, men ham unga qarab qo'yapman. Shu bilan jumani o'qidik, chiqdik, mashinaga o'tirdik. O'sha paytda men zalolatda edim, ko'zim ko'riydi, birovlarning haqqini yerda juda harom xarish yurardim. Ukam, hozir u yo'ldan qaytdim, zalolatda emasman, yaxshi yo'ldaman ukam. Muhlat ber, menga mana shunaqa paytda qilib beraman deb shunaqa qasam ichyaptilar. Endi qasam ichganlarini ko'rib turib, yana bir marta siz qarzga beraringiz kelib qoladi. Bo'ldi, xo'p deb muhlat berdim, shu sanaga kelishdi. Yana o'sha sanada o'sha inson yo'q bo'lib, o'sha yo'q ketdi. Hozirgi kunda bitta narsaga amin bo'ldim, Allohni qo'shib qiyomatga qolmaydi ukam deb qasam ichadigan insonlarni 80%, 90% bermayapti. Naborot qasam ichmaydigan ukam, bersang ber inshaalloh to'lab ketaman deydigan insonlar beryapti. Chunki u insonlar javobgarligini biladi, qalbida Alloh bor, Allohdan qo'rqadi, qasam ichmaydi. Qasam ichadigan insonlarni ba'zi bir insonlar ko'pi o'ziga niqob qo'yapti-da, qasam